Senin cüneyay ah yerey mening canım. Çayxanın paranları deganmish ama. Müşa, sizlar kim o? Biz bu sizlarning programmaga şu numar birimizde kelgen yurgida o'tuva, yurgida o't lap lup o't yalg'imlab turgan bolamiz. Voy adamning yuzini tushamay bir cho'lponlar degan ey. Cho'lpon o'xshaymiz mashina deymiz. Sizlar cho'lpon bo'lishun kelganmi? Ha? Voy shu qarsa qarang. Hammadan cho'lpon bo'lib ketdi. Shuning qarab bizim bir cho'lpon bo'lib qo'yil deb, quloq-quloqqa cho'lpon bo'lib ketsak deb keldik. Bo'pmi? Qaranglar. Sizlar ma çayxana paranglariga qatnashqili keldinglarmi yoki ma yengillik san'at kechiligigimi? Voy qaysi bo'lsa bo'lardi, o'xshash bizga. Birodar, biz ma kelar oygacha program surat olmaymiz-ku. Bizning hozir ma jiddiy repetitsiya qilayotganimiz bu yillik yengillik san'at kechiligi deymi? Hep belli. Bizni baba qilgan, açlığın kirgizib turasınız. Biz açlığın bek tushimiz. O't chiqiribdimiz deymi? Og'zingiz ochsingizmi, o'tdan boshqa gap chiqmayotgan sizni. Takallusim o't bo'lgan ekan. Hey, unda qarsam-ku bu talantingni bada qilib turdi ishqinglarniki. Lekin bag'o, biz hozir ma kechilik uchun tayyorlanib bo'ldik. Sizlar keyin qitim bo'lsin. Bulamda Keyin ketib. Size ma bizni üstübeşimizga qolib, toza yaratmabsiz a? Biz degan nima qo'y qarang. Men siz deb qo'yay. O't balli juma men deb qo'yay sizga. Anladingizmi? Va biz vaqo, mushu programmaga qatnashimiz deb og'ichi naqsha, og'ich yumurta yerlab kelganmiz. Agar siz bizning ma talantimizni ko'may turib, mushundal yo'lga sap qo'ysangiz, 4 kundan keyin pushaymon qilib qolasizki, juristlar apandi. Haber ijozat danga. Ha, ashundami deb turli, andan shu boshlandi. Ya nimada qaras tushunmaysizlar. Men bayatini yog'in. Et so'ra pandim. Biz vaga qarang. Ay naqsh baqsha. Usul pusul. Itot degan üt turib deydigan balli juma men deb qo'yay. Shu. Biz shu naqsh deganni tug'ilgan yeriga kirgizib aytamiz. Men musahaning ichida yurib bu naqsh muzikaning tug'ilgan yerini o'qimay yuribdim. Sizlar haqiqatan yomon kaslar juma. Voy, yomonligimizni texi bilmadingiz. Mana gap qarang. Men mushu yezdi vaqo. Ash bizning mayda ovozimni qo'yib o'tib, naqsh deganni shu bir to'g'laydigan bo'lsam, etizda ishlayotgan jimi dehonlar katman deganni tashlab bo'ldi. Ikki qo'li bilan quloq deganni chingdi etib oladi deyman. Hatto beshikda malak uxlayotgan buvoqlar jinda mening men naqshamdan qattiq ta'sirini ketib, o yig'i deganni bulshig'i soladi. Manda peyzimiz va balli juma bizning. Boş emas. Memnun boş emas. Memnun baba qarang. O kuni kechda shu maliga chiqib ovozimni qo'yib bir naqsh to'lab kelman. Yuriq quloqqa qo'g'lab ketmasmi? Orang kechib ulgadim qarang. Siz o'ylab baqing rejissor apandim. Shu oyvonga mening naqsham yaramagan bo'lsa, shu meni qo'g'lab yuribdi. Manda gap qarang. Shu bizning mahallada mening naqshamdan qattiq ta'sirini ketib bardoshlik berolmay, mahaldan ko'chib ketganlarni qiynayapman. Menma ashuni tayyorlik qilib ko'chib ketganlar. Voy, bo'ldi qilaver. Oltinli kanslar juma ishqinglar. Mana qarab bilib oldingiz a? Eyliqi oltin yotidi aptapda tonimasang nima qaring? Ashlanibdi ya. Qalqal sizlarni vatlargin chiqirdi ekansiz. Eshitdim adam. Har yotidi sayda to'nimisa nima foyda degan dapsizlar. Qara yomonligini. Nima deydi ekan deb chaqchaq qilib bunday deb qo'ysam bilib olib yomon ekan mo'jiba. Demak sizlar men programmaga qatnashqili kelibsizlar, ha? Nima desam bo'la, qarang. Sizlarni biz qizg'in qarshi ilig'lab qarshi olamiz, lekin kechikib qolibsizlar emasmi? Birdam qarshi olamiz deysizlar, birdam kechikib qolibsizlar deysizlar. Nimadan tushunishsiz gaplar bu? Tushunmasanglar qanday qilsam tushunasizlar ekan, tan. Mushu tushunishli qilish uchun ebiyamqi gaplaringizga ohang ishlab dutta olib bir aytib qo'yamsiz ya. Chaqchaqmi bu? Ha, chaqchaq. Menda va chaqmaq, gaqilinga ahmaq. Hep amal yo'q ekan qo'shqinlar. Va bizga yo'q amal, qilimiz qamal, chiqudi shamal, yurtimiz opal, o'zimiz opal. O'zimni yo'qol. Voy! Naga? Yo'q, ishnaga men sizlarni do'rab deb qapiya o'ynab qo'ydim-ku. Qapiya o'ynab qo'ydim, uni buni o'ylab qo'ydim, shatdek sayrab qo'ydim, bulbuldek yayrab qo'ydim, men sizga talab qo'ydim, gapingizga ha deb qo'ydim, qo'ydek ma'rab qo'ydim. Voy, men to'ydim. Jaq to'ydim, men tugimas qapiyalarga. Keyin ko'rishamda. To'xtang.
siz biznem yak 5 qilib kelgan o'xshaydi deb qapsiz. Bizim bağı, ma şehir kirişkim, aptap demey şoğun işlep, atapkan pulgu şehir atlap. Sizden programın numur belgini keldik. Ayşının yüzünü olsun kınmam siz. Qanday dedim aka? O şunu deyme, hiç bulmasa bizning bunda bir iş kişiniz nakşınızı bir anlap bakıp, onundan keyin gap boz qilmamsiz deyme. Shahar atlab keldik dedinglar. Ha, bo'pti. Esinglar aytinglar, ismini nimedinglar oldidan? Ma ağinamning ismi Haqiqat ya. Mening ismim Mahmud Qapya. Merdikelning hammasi meni akiltib Mahmud o'tmi deb qo'ydi. O'tishga, men aytgan naqshingizni ismini deyapman. Hojo, necapmi gapingiz ekan. Va men o'qiy o'zingiz qo'yilgan ismni. Naqshi deganda o'qimaymiz, aytimiz juma. Necap jiddilingiz to'l ekan. Va menda bir ilhomimni qochirmay, boshla deb aytgan menda. Ha, ma'qul, boshla. Oy, sallaymiz-g'o, bishkim terib qo'ygandek. Qurutli ekan-ku, ama o. Boshlab boqamsiz. Boshlab boqaymi? Boshlab yiqing. Boshlang. Başladı. Gülüm bağda oynamsız. Gülüm bağda oynamsız. Gülüm bağda oynamsız. Gülüm bağda oynamsız. Balda, vay, bir gap shotibdak davrda odam kadar. Qani buning oxiri qani? Qani buning oxiri ras. Chiqqaga o'xshamda. Menga boshqa naqsh bormi yo'qmi? Vay nakşı dep qapsiz, yamını vacma mevede. Yamunini anglayli, Anlap bakamsiz. Ma'qul. Bir ayt bakaya. Evliya dep çağlaysan, adaş üzerine. Başkalarına sancıysan, neşte sözerine. Maktay desem azap diyen, vay bişim kaydı. Vacan, maktamay men zadıllah, içim poşdu. Vay, ilger dostum. Vay. Hey, ahir nimedek dostum te? Bilmem. Bo'ldi. Mushunchalik etsangiz bo'lar. Naqshi bo'larmi, shundaq bo'lar. Tekst bo'larmi, shundaq bo'lar. Vay, jiristir ular sizdek bular. Mana bir anlaplı bilib oldunuz da. Ey, Bo'ldi, siz bilan bir parcha rasmga tushgan. Lekin hozir emas shuma, yili. rahmat iltifotingiz. Ha, arzimaydi. To'xtang. Men hozir aytgan naqshingizni tekst kimni bilamsiz? Ömer Calimdan. Kimlar? Ömer Calimdan. Asossiz gapqa menga, ey. Asosiyatni Ömer Calim aytgan. Men sababdan davatma, sababini deb yiqinga. Ömer Calimning linsini qo'yib turib, anglab o'rgangan. Shuning bilan tekst Ömer Calimni o'qib. Ha? Ömer Calim sizga aytganmi? Ha? Ey, nadi bu naqshida adash, beshim qaydi, voyjon deganda gaplar bor. Ba. Voy, yo'q. Ba. Yo'q dedim, yo'q. Ba dedim ba. Apamma adashavam, uramnim badamda. Ey, men qarang. Naqshining tekstini bor-ku. Ma bizning talantli, suyimli shoirimiz Muxtar Bug'ra akamiz yozgan tekst bor. O naqshini teksti siz aytgandek emas. Avliyo deb chaqlaysan do'stim o'zingni. Boshqalarga sanjiysan nashtar so'zingni. Maqtay desam azobdan dilim kuyidi, maqtamayman zodini tilim kuyidi. Mana bu aytgan naqshingizda to'g'ri tekstda. Ahangini kim ishlagan buni bilasiz? Ömer Calim ishlagan Dutta bilan. Ya'ni shu bu naqshining ahangini bizning ma peshqadam kompoziterimiz Yosin Muqbil akamiz ishlagan. Shu uni xohlagancha buzib o'zgartirishga bo'lmaydi, bilib oling juma apandim. Endi u yerlarni sizdan boshqadan bizni so'rab yurmagankin, bilsak o'xshash-ku. Ey. O'tni puflab qo'ying, o'chab qotib shu. O't ketdi-mi? Taso o't ketdi. Ishxona mavi. Ey, bu qaraganda sizlar bir ayolni bir naqsh yetib baqqanda qilmaysizlar, sizlar. Voy, to'g'ligan. Qayerda to'g'ligan? Munchida. Qayerda? Munchida. Men sizni qayerda yunib baqqan deb so'ramadim. Qayerda naqsh yetib baqqan deb so'rayapman. Voy, sadagan ketay jiristur apandim. Men shu munchida dedim-ku. G'ay deb sevadi. Bu menda gap qarang. Ma yaqinda bizning mahallaga bir ommaviy muncha ichilgan-da.
Şu yeni işilgan muncha olgan diken dep mening bir kirib baqqım keldi. Onun ustiga şu muncha kilsem naqsh aytadigan qo'yim badin ha meniki. Shuning bilan kirib, ovozimni qo'yib, naqsh degan nashi bir aytib kelma. Munchida mendan boshqa yurayotganlarning hammasi ishdan pishtonlarini ko'tarib, qacha bo'lib ketdilar. Chataq yeri heliqi munchini ochgan munchkash. Shu ishdan keyin meni faqat munchiga kirgizmaydigan bo'lib oldi u tang. Mana buni nima deb tushunamiz? Ovozning sehriy kuchi deb tushunamiz mana. Sarang nim bu. Gap qildingizmi? Yo'q, gapqilmadim. Sizlar shu hozirgi zamonmush bizning mush Uyg'ur adiblarimizda ne? Kimlarni bilasizlar? Men bilinmez. Edep deyotamda. Ha. Sadır Palvan, Molla Zeydin, Seyit Noçe, Nesrin Efendim, andın yana. Qo'rqma, Isamkam edi o'tana. Ras, Isamkam. Isamkam shoirma. Molla Zeydin, Seyit Noçelar shoirma. Vay, mayagi bir naqshid qilib keldikmi desam, so'roq chiqib ketib qo'yamdi. Voy, bir nahkab tikilay manda. Nahkab tikilaylar. Bir muhim narsani so'raysizlardan. Bu klassik naqshlardan bilamsizlar? Men bilmayman. Ha. Bu shu klassik naqsha degan gap qozoqcha naqsha degan. Hey, klassik naqsha degan emas, kona burunqi naqshlar degan gap. Masalan, bizning uzilmay davomli kelayotgan xalq naqshlarimiz uch klassik naqshlarga kirdi. Bayı siz degan shu qozoq qarindoshlarimizni, boshqa har millat qarindoshlarining o'zining hozirgi va burunqi klassik naqshlari bo'ladi, tushundingizmi? Unda bo'lsa, şu sizlarning Çayxon Parangli programmasiga naqshidan boshqa yana yumor olsunmi qabul qilmaymiz deb kelsizlar. Bir tane yumor so'zlab baqaymi? Yumor bormi-te? Bir daqiqani anglab baqayqana. O'sha bir kuni bir bola bir qizolga talab qo'yib qopti-da, to'y qilish taklifi. Qo'ygandan keyin shuning bilan u qizol ma'qul bo'libdi. Xo'sh. Ma'qullab o qizolning uyiga urinmabdi qarang. Unmagandan keyin shuning bilan bola debdi-ku qizolga, "Aynan bekroq debaqma" desa, qizol o'zini urib yig'lab shunda deb kelsimi, uyiga qat'iy unmabdi. Balami debga yana shunda deysimi, qat'iy unmabdi. O'ylab baqar, Yusuf efendim. Unda unimiz qanday oldu deyman? Kız bir-birini yaxshi ko'radi-ku. Ata deganni bir qatimi balvoqni ray bek qo'yis nim bo'ldi deyman. O'ylasam chiqim keldi. Oy. Ma yumurum açık qiziq emasmi nima? Voy, siz yumor deganmi aytmaysiz? Menchi bu savol qarang. Ma yumoringiz bek ichinishliqka. Mushu yumorga bir munglik sata muzikasi bo'lib ketgan bo'lsa, alomat chiqadi-da. Sen yumor faqat bo'lmaysan ekansan, men menikini anglab baqa. Men shu nayt qiziq shu. Qiyatdan yumor ag'ach kelgan. Qiyat yumorning ichidan qiyatini deb orasidan birini tanlab oldingizmi o'zingiz? To'xtang. Qiyat yumorni anglaydigan mening vaqtim yo'q. Qiyat yumorning ichidan eng qiziq, eng qisqasidan birini degan men shuni anglay. Eng qiziq, eng qisqa. Ma'qul. Eng qiziq, eng qisqa. Eng qiziq, eng qisqa. Ras. Non. Yama qiziq yumordan bir so'z so'zlab kulib tilib qolasiz. Voy, bir kulmay demandi yumor deganlar. Bir kuni bir non. Kulmay bir dana. Biz kulimiz yumor deganga siz deysiz. Shu. Siz kulamsiz? Kulma. Kuling juman davsa. Kulma dana qani. Bir kuni bir non qattiq qo'siga ichib ketib, o'zini yeyapti. Mushuni yumormi? Mushuni yumor deb aytib keldingizmi? Ömrünüzde manda yumorni anglab baqmagan bo'lib aytdingiz axchani. Hayırlıq. Ömrümdə mən anlagan ən lavzu yumor kana mava. Qani bunun jarayoni? Baya o'zingiz eng qiziq, eng qisqa dedingiz-ku. Bo'ldi. Yumor ne shu? Yumorchi desin, naqshini shu naqshchilar issincha bo'lamda. O'tib ketmadimi? Siz qanday ulab bu choyxona paranglarga bu qatnashni o'ylab qoldinglar hamda? Bekar yigit cho'lpon bo'ldi deb shu. Yo'q. Yo'q gapkan-ku. Sizning nazaringiz bo'lsa, bizning hozirgi cho'lponlarimiz qilgan ish yo'q. Bekorchilikda cho'lpon bo'lib olgan bo'ldi-kanda. Andami emas, qarang. Unda qarsam men yaqinni bir nada otam ko'magan, onam ko'magan nima bilmayman.
İlk salon deydigan narsa, vay palonchining suratlari oshkorlanib ketdi. Pistonchining turmush suratlari degandeklarni chiqarib, ilk majbur o'zini o'zi e'lon qilib cho'lpon bo'lib qolib turibdi qarang. Shular qarab biz bunda o'zimizni sinab baqil dedik. Shuning bilan shu salonlarga rasm bilan chiqarib qattiq nomingni chiqarsa sizlarning. He, namımız kesse, aşı koçuda mışında mağdıgan bolsa. Vay bizde köygen başka adamlar gördü kelip, vay bizden tahirlik çolpan, vay biz resim güçüp ala dep, aş taras, bizler resim güçüp kesse, imza koyup kessek. Şunun ulan bizma şu Pemdur Lazı'nın ilanlarına çıkıp kessek, resmimizni yoğun kılıp Abdüzül'ün keynik çaplap koysa, o mümkündür, taraf kurup kessek. Ko'rgan tushinglar to'lim shirinka qaranglar. Lekin men sizlarga deb qo'yay. Bizning ma hozirgi ma cho'lponlarimiz bor-ku. Kam deganda 10 yil yoki bo'lmasa 20-30 yillik san'at hayotini mehnat qilish orqali bugungi bu shon sharaflarga erishgan. Bundan oson ish yo'q, to'lama. Orta so'moqni teskine. Men texi bayqidek naqshining tekstlarini shunda o'zgartib aytib qo'ysak, biraqli namimiz chiqdi o'xshaydi deb o'yladim. Biz buni buzg'unchilik deymiz, mana tushunuvdan bulamdi qarindishim. Unda buzg'unchilik qilmayli. Ay, nim desak ular, bo'ldilar. Sizlarmi jafo tortib, shuncha uzoq musofirni besib kelibsizlar. Har holda maqsadimni tushundi deb o'ylayman endi. Bunda qilaylik. Men sizlarga 2 tal bilet beray. Mava o'g'illik surat ilingan yangi yillik san'at kechiligini o'z ko'zinglar bilan ko'rib, cho'lpon degan zodi qanday bo'ldi bir bilib beqinglar bo'lamdi. Og'zingizga bir kollek navat. Ekilang qo'lingizni. Bizmi japatat uzun yo'lni besib keldik tanga. Endi biz o'zimiz cho'lpon bo'lamizsaqmi shu yangi yillik san'at kechilikka qatnashgan cho'lponlarni ko'rib, ashlar bilan bir 2-3 parcha rasm tushib olsak shumi hisob. Cho'lponlar bordimi kechilikda? Vallahi bek chiqdaymi? Endi erkakda kelib qildingiz adam shiqdingiz. Ut çıktı degende. Ut chiqdi. Ma'amni qilsa, Jurama. Bilet dedi. Naq maydondagi tomoshabinlar ekran oldidagi qadrli ko'rinmanlar. Ushbu damlarda hozirlanadi bo'layotgani Okean televiziyasi bilan O'rim shahri Tianshan rayonlik yakka xususiy korxonchilar jamiyati birlashib ishlagan Xinjiang Safiya xalqaro savdo tekshirish shirkati